Barselona endi rasman bu borada Real Madridga yetib olishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? To'g'ri, Barselonada dinozavrlar davrida yutilgan 15 ta Chempionlar Ligasi yo'q. Ammo jamoa bu safar Realni yutsa, umumiy g'alabalar soni borasida Realga yetib olishi mumkin. Hozirgi kungacha ular umumiy rasmiy o'yinlarda 161 marotaba to'qnash kelishgan. Shundan 105 tasida Real g'alaba qozongan bo'lsa, 104 tasida aynan Barselona g'alaba qozongan. 52 ta uchrashuv esa durang bilan yakunlangan. O'tgan mavsumda rasmiy uchrashuvlarda jamoalar 4 marotaba o'ynashdi va 4 talasida ham Barselona g'alaba qozondi. Bu safar Barselona yutqazadi, chunki oddiy Sevilyadan 4-1 ga yutqazdi deysizmi? Adashasiz. Aynan o'tgan mavsum ham Interdan qaqshatqich 4-3 hisobidagi mag'lubiyatdan keyin ham Barselona oradan 4 kun o'tib hat-trick qilib turgan Mbappe jamoasiga remontada qilib 4 ta gol urishga erishgan edi. Xullas hisob 11-1 bo'ladimi, 1-0 bo'ladimi, jamoaning yarmi jarohatda bo'ladimi? Bu El Clasico, har bir o'yin tarixga muhrlanadi. Siz esa ushbu tarixiy uchrashuvni biz bilan birgalikda O'zbekistondagi Barselona muxlislari bir nuqtaga to'plangan manzilda jonli efirda Tekinga Clasico'ni tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun hoziroq profilimiz biosida link ko'rsatilgan Barselonalikmiz Telegram kanaliga o'tib olsangiz bas. Hoziroq kanalga o'ting va haqiqiy barselonaliklar safida bo'ling.